Ana xolos, Mareska Husanovga kuchli raqobatchi olib keladi. Salom do'stlar, kuzatib turganingiz Sport Plus kanali. Futbol va sport haqida so'nggi yangiliklarni faqat bizda kuzatishingiz mumkin. Shunday ekan, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa boshladik. Manchester City'da jiddiy o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Jamoani 2016-yildan beri boshqarib kelgan Pep Guardiola joriy chempionat yakunlanishi bilan lavozimini tark etadigan bo'ldi. Endi nufuzli manbalar jamoani qabul qilib olishga tayyorgarlik ko'rayotgan Enzo Maresca ham yangi shakllangan tarkibini o'ziga moslashtirishini ta'kidlamoqda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, italiyalik mutaxassis o'zi Chelsea'da birga ishlagan bir nechta futbolchilar transferini amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Xususan Guardiola qo'l ostida himoya markazida shakllangan yangi tandem Abduqodir Husanov va Mark Ehi yoniga Chelsea'da Enzo Maresca ishonchini oqlagan Levi Kolyolni olib kelinadi. 23 yoshli futbolchi klub tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va Huddersfield hamda Brightonda tajriba oshirgandan so'ng 2023-yildan beri Chelsea asosiy tarkibda muntazam o'ynab kelmoqda. Bu futbolchining kelishi shaharliklar himoya chizig'ida o'zi shundoq ham kuchli bo'lgan raqobatni yanada oshiradi. Enzo Maresca Manchesterga olib keladigan yana bir asosiy nomzodlardan biri sifatida yarim himoyachi Enzo Fernandes tilga olinmoqda. Argentinalik futbolchi Chelsea yetakchilaridan biri hisoblanadi va kuchliroq klubga o'tish ilinjida yuribdi. Shuningdek, ehtimoliy transfer nishonlari qatoriga Yevropa grantlar orasida talash bo'layotgan braziliyalik hujumchi Joao Pedro va City tarbiyalab kelgan Chelsea'da porlagan yarim himoyachi Cole Palmer ham bor. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Enzo Maresca davrida ham Abduqodir Husanov asosiy tarkibga kira oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.